Mana shu hozirgi bu modani mana bu nari, mana seren nari. Mana shularning tuxumini bosh kaptarlarga bostirib qo'yganman. Bolalar chiqyapti. Seren chiqadi xudo xohlasa. Bolalar ham endi mana. Urajoy boshlandi xudo xohlasa. Tasmanlar chiqyapti xudo xohlasa. Gulsar, sochlar. İki par Gulsar bilan qora soch. Bular ham vashi qattiq, mana moda ham qattiq, ular vashi to'rtdan ham tusha olmaydi. Hozir bular bolalar chiqyapti xudo xohlasa. Mana shu ikkita sochchi bolalar. Kichikroq. İki par Gulsar bilan qora soch. Bular ham vashi qattiq, mana moda ham qattiq, ular vashi to'rtdan ham tusha olmaydi. Hozir bular bolalar ham chiqyapti xudo xohlasa. Mana shu ikkita sochchi bolalar. Kichikroq. Bu yoqda taklalar qolib qoldilar xudo xohlasa. Ko'kuddilar, hammasi qayganlar. Ana soch ham zo'r, vashi qattiq. Bunlarini ko'p cho'rib ketdi. Buni pastga tushirib qo'ydim. Paka. Yaxshilar topilsa tushiramiz xudo xohlasa. Hozir tushib qo'ygan, prosta yuribdi. Bu ham 5 soat, 4 soat yuradi, urib chiqib ketadi. Mana bu ham vashi qattiq.